Toshkentda yangi Markaziy Osiyodagi eng katta aeroportlardan biri qurilishi boshlanayotganini eshitdingizmi? Kanalga obuna bo'ling, hozir tushuntiraman. Yangi havo porti O'rtachirchiq va Quyichirchiq tumanlari hududida 1300 gektar maydonda joylashadi. U hozirgi Islom Karimov nomidagi mavjud xalqaro aeroportdan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan va loyihani amalga oshirish uchun Saudiya Arabistoni, Yaponiya, Janubiy Koreya kompaniyalarining 2,5 milliard dollarlik investitsiyalari jalb qilinadi. Aytishlaricha, u yerda yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi terminal barpo etiladi. Keyingi bosqichlarda 1,8 milliard AQSh dollari sarmoya kiritilib, havo bandargohining yo'lovchi o'tkazish qobiliyati yiliga 46 millionga yetkaziladi. Taqqoslash uchun hozirgi kundagi mavjud aeroportimiz taxminan 8-9 million yo'lovchiga xizmat qiladi. Yiliga bo'lajak aeroport atrofidagi yo'llarda mehmonxona, turar joy majmualari, logistika va servis obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan bo'lib, mega loyiha natijasida 200 ming aholi ish bilan ta'minlanadi. Eng asosiysi, yangi aeroport iqtisodiy jihatdan ham davlat uchun jozibador bo'lib, bu loyiha mamlakatimizga 27 milliard AQSh dollardan ortiq daromad keltiradi. Bu yiliga 770 million dollar degani. Ushbu mega loyiha bilan kuni kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi ham tanishib, loyihaga start berdi. Nasib etsa, ushbu aeroport qurib bitkazilgach, xalqaro qatnovlar soni ham keskin ko'payib, O'zbekistonga sayyohlarning oqimi ortishi va O'zbekistondan ham boshqa mamlakatlarga arzonga uchishimiz mumkin bo'ladi. Bunaqa yangilikka like bosmasdan iloji yo'q. Boshqalarga ham videoni hoziroq jo'natib xabardor qilib qo'ying. Kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.